UzAvtosanoat hamda UzAvtomotors aksiyadorlik jamiyatlari va Toshkent shahar yo'l harakati bosh boshqarmasi hamkorligida maxsus 48-maktab uchun piyodalar o'tish yo'lagi hamda obodonlashtirish ishlari va panjaralar o'rnatib berildi. Bu piyodalar o'tish yo'lagini boshqa piyodalar o'tish yo'lagidan farqi, avtomobillar xohlasa ham, xohlamasa ham to'xtab o'tishga majbur. Agarda tezlikni pasaytirmasdan o'tsa, mana shunday holatlar yuz berishi mumkin. Shuning uchun barcha haydovchilardan belgilangan tezlikda o'tishlarini so'rab qolamiz. Endi esa bu maktabning o'qituvchi va o'quvchilaridan bu tashabbuslarga qanday fikrdaligini bilib olamiz. Oldin yo'ldan o'tolmasdik, mashinalar o'tib qaytib yurardi. Hozir mana bu yo'llarni ko'tarib, asfaltlar qilib berishdi. Kattakon rahmat deb qolamiz. Maktabda o'qiyotgan 1200 nafar o'quvchini hayotini, xavfsizligini oldini olgan holda juda ham katta yordam beradi. Ota-onalarimiz uchun farzandlarini ertalab maktabga tashlab ketish, olib ketishlarida juda ham qulayliklar yaratib berdi. Tegishli tashkilotlarga, homiylarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chunki farzandlarimiz ham, o'zimiz ham xavfsizligimiz ta'minlandi deb o'ylayman. Maktab o'quvchilarini xavfsizlikni ta'minlash maqsadida trotuar barpo qilindi. Maxsus to'siq panjaralar barpo qilindi va bu yerda ham alohida ta'kidlab o'tish lozim. Transport vosita harakatini sekinlashtirish maqsadida qavaraq shaklda piyodalar o'tish joyi ham barpo qilindi.